Bu avtomobil gibridlar orasida maksimal rekordga erishdi. Modelning nomi IMLS9. Yangi Xitoy flagmani o'rtoqlar. Mashinamiz gibrid, batareyani o'zida yoki 402 km yoki 320 km yura oladi. Ikkita komplektatsiyada sotuvda mavjud. 520 ta ot kuchi, to'liq privodli gibrid, oilaviy crossover, 6 ta o'rindiqli. Har bitta eshigida davochiklar mavjud, elektron paroglar. Endi mana saloniga e'tibor beringlar. Sezdinglarmi, ikkitalik displey endi yo'lovchi uchun emas, haydovchi uchun bo'lgan. Hidab displey bor. Old yo'lovchi uchun alohida rulli ko'rinishiga baho berib qo'yinglar. Dumalog'ini ham xarid qilsangiz bo'ladi. Avtomobilimizning o'rindiqlarida isitish, sovutish, eslab qolish va massaj tizimlari mavjud. Orqa o'rindiqlarni ko'rsatib o'taman. Mana 3 ta qatorli. Televizori anchagina katta, oddiyliklarnikidan katta. Restylinglinikini o'lchamida. Nulvoy gravitatsiya, isitish, sovutish, massaj nafaqat belida, balki oyog'i ostida ham massaji bor. Xolodilniki ham bor, o'rtoqlar. Orqa o'rindiqlar joy yetarli darajada keng, spinkasini regulirovka qilsa bo'ladi. Undan tashqari isitish tizimi ham bor. Ushbu avtomobilimiz ikkita komplektatsiyada sotiladi. 0 dan 100 gacha bor yo'g'i 5 soniyada chiqa oladi. Narxlari bo'lsa Xitoyda 46 mingdan 50 ming dollargacha. Agarda bu mashina kimga qiziq bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Toshkentgacha nech pulga yetib boradi va rastamoshkasi qancha bo'lishini ham albatta yozib qoldiramiz. Aytgancha, bu parallel gibrid emas, lilaga o'xshagan tizimda ishlaydi. Rastamoshkasi uncha qimmat bo'lmaydi.